Akalar ko'ringlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan puli vobshardan oxirigacha ko'rib turinglar, oxirida aytamiz narxini. Ammo vobshardan, haqiqatan arzon. Agar haqiqatan yoqib arzon bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'ringlar. Vobshardan narxda. Elektronika 363 ming probeg bosib o'tgan ekan. Mana ichki holatlar vashi idealni yaxshi holatda bo'lib turibdi. Endi sinnasiga bir ko'rsatib olasizlar mana. Shu holatda haydab yursa ham bo'ladi. Bitta chexol taqib olsalar bo'ldi-da. Vashi dahshat mashina ekan. Polilar bor, evakor polilari bor. Holati yaxshi. Ko'ringlar. Mashrab jigar. Mashinasini bosib o'rasizmi? Narxi ham mana arzongina ekan. Ko'ring. Mashrab beylarga tashab qo'yinglar mana shu mashinani. Mana ko'ringlar. Bunaqa barlarigacha bor, orqa barlarigacha. Orqasida ham bir ajoyib sistemalari bor. Mana Malibu 1. O'zim davrida zakonli mashina bo'lgan, hali ham davri turibdi. Mana ozgina rextetka qilingan joyi bor ekan. Hozir yana to'liq ma'lumotni egalaridan olamiz. Ko'ringlar. Holat ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Balonlari ham mana ko'ringlar, 80% shunaqa atrofi bo'lib turibdi. Orqalari ham mana tiniq. Ko'ringlar. Aka kraskasi qanaqa buni? Ushlab turgan eshik kraska, lak sepilgan. Arqa bagajga lak sepilgan, bitta qanotdagi kraskasi. Bir 30% kraska bor desak bo'lar ekanda. 15%. Orqa eshikda, o'ng tarafda orqa eshigida kraska bor, orqa kapotda kraska bor. Keyin nari oldi kriloda deyapsizmi? Qanotda kraskasi. Eshik o'tmagan detallar. Oldi shopir kriloda kraskasi bor ekan. 3 ta detalda bor ekan. Bo'ldi. Qolgan joyi raddan ekan. Suyagi butun udolasa ekan. Suyagi butun. Hozirlar joyida turibdi. Srochniga olib bosib yuborishlaringiz uchun 7000 deyapsiz aka buni. 7,5 mingdan kami bor. 7 mingga yuklasa bo'ladi shekilli egalarni. Ko'ringlar mana. Mana bu arzon. Eng arzondan ham arzon olib ketdi shekilli xudo olasa. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 91lik 91lik 144 144 54 55. Akalar srochni Gentra olaman deganlarga tashab qo'yinglar. 1.5 tali motor ekan. Bu turbo aka bu. Aka turbo bo'ladimi dedi? 1.5 turbinasi mana ko'ringlar. Tonirovkalarigacha bor, elektronika, mana multirol, multimonitor, hamma vashi zakonni ishlab turibdi. 140 ming probeg bosib o'tgan ekan ataga. Ko'rishlar mumkin signallarni qaranglar, uni vashi idealli boshqacha holatda bo'lib turibdi. Mana ko'ringlar, barlarni ko'ringlar, yana bitta ko'ringlar, turishini ko'ringlar, uni vashi injoda, Alloh hammamizga ham nasib qilsin shunaqa mashinalardan foydalash. Ko'ringlar, elektronika mana orqalari ham evakor polilar tashab qo'yilgan. Barlarning orqasida zaryad beradigan joylari bor, deflektorlari bo'ladi buni ham. 1.5 turbina. Qiziqqanlarga darrov tashab qo'yinglar, ammo lekin ancha arzon narxda ekan, narxi behijolat deyapti. Mana turbo bo'ladi. Ko'ringlar. Aka kraskasi qanaqa buni? Kraskasi qanot eshik qanot. Mana shu tomon yengil hali sidirilgan joy. Sidirilgan bo'ladimi shunda? Qanot, eshik, qanot deyapti. Yengil sidirilgan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa shoh sabbat yegan bo'lsa, san hisobiga qilingan ekan. Aka qancha 17 ming deyapsizmi buni? 16900 aka. 16900 deyishyapti. Agar Sarvar Avzodan chiqsalar, buni ham arzon narxda chiqarib beraveraman deyishyapti. Aka nomeringizni aytib o'rasiz. 77lik 057 93 Akalar Gentra haqida yurgan tanishlarga darrov tashab qo'yinglar mana. Arzonroqdan chiqib qoldi mana buni. Amerikaniskizi bor, yuklari bor. Atmosferni 2.4 motor ekan. Balonlarning holatini ko'ringlar, balonlarning holati yangidek bo'lib, tiniq bo'lib turibdi. Bunaqa akula qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar bo'lmasa. Mana elektronika, bu yerda ham ancha funksiyalari bor. Ko'rishinglar mumkin. Charm signallarda bo'ladi. Avtomat korobka. Mana Avitlarda ham bir ajoyib monitorlari ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Multirol, evakor polilar tashab qo'yilgan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Eshik ochilishlari ham o'ta skromniy terski bo'lib turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Orqalari ham ash tana holatda. Orqa deflektorlarning tagida bunga ham funksiyalari bo'ladi. Zaryad beradigan kabellari bo'lsa bo'ladi. Ko'ringlar, orqalama. Jasadlari ham bir boshqacha. Bu Malibu'ni minganlar ham biladi. Hammani ham orzusi bo'lsa kerak Malibu binish.
O'zbekistonda bari Malibu trend mashina-yu. Shu zo'r mashina. Ko'ringlar, orqalari ham, signallari ham urinib, yala titilib ketmagan holatda, yaxshi holatda bo'lib turibdi. Buni tonirovkasiga ham ruxsat va shu 1 oy, 1,5 oy shunaqa qoldi deyishyapti. Mana gerkovoy, labovoylarda holatni ko'ringlar. Idealni sostoyanasi turibdi, yaxshi holatda ekan. Kraskalar toza buni. Ha, petnoni hisobiga 10% bor deyishyapti. Endi ha, petnon asosiy paroglarida bo'ladi. O'shani hisobiga 10% bor deyishyapti. Endi borini gapirgan yaxshi ekan. Aka 17 ming deyapsiz pulni. 17 ming kam. Ha, 17,5 kam bor. Kam bor, kelishtirib beradi. 17 dan o'tib beradigan joylari bor ekan. 17,5. Ha, dokument generalniy hamma onlayn davenistlar hammasi bitaverar ekan. Nomeringizni aytaverasiz aka. 91lik. 91lik 691 691 7701. 7701. Mana aka salbiy markalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'ringlar, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Premier tozasidan deyishyapti. Sanaqa kraskalari yo'q, tozasidan deyishyapti. Mana elektronika ko'rishlar mumkin, avtomat korobka. 7200 kilometr bosib o'tgan ekan, ko'rishlar mumkin. Ichki holatlari mana signallari amerikanskiy, vahshiy dahshat Premier holatda turibdi, zakonniy holatda bo'lib turibdi. Evakor poliga tashlab qo'yibdi. Akalar, sinni abagiriflarigacha bor ekan. Ko'ringlar. Orqa deflektorlari ham mana pastlarda o'sha zaryadni ulaydigan joylarigacha bor ekan. Xullas, eng fulli. Ko'ringlar mana. Yuklari bor tevada ham. Turbo Premier. Nomerlarni ko'ringlar. Davenistda haydab qolsalar shunda. Ko'ringlar. Ular ham tana holatda bo'lib turibdi. Akam bozorga qarab chiqishar ekan mashinasini ham. Balonlar ham mana yangidek tiniq bo'lib turibdi, holati vahshiy ideal. Aka 26 mingdan kam bor deyapsiz-a buni? 26,5 mingdan kami bor deyishyapti. Toza Premier. Mana holatini ko'ryapsizlar, tiniq holatda bo'lib turibdi. Oldilari bron qilingan. Ha, oldilari bron tortib qo'yilgan. Gap yo'q, mana tayyor. Olasizlar, mazza qayda yuraverasizlar. Motor hadovoy bitta tirq etgan bor. Mana eshityapsizlar, egalarining o'zlari bilan pryamoy chiqyapmiz. Motor korobka hamma yo'q zo'r deyishyapti. Nomeringizni aytasiz aka? 90lik 565 77 77 87. 87. Akalar mana yana Cobalt puliga zakonnisdan chiqib qoldi. 2014-yil ekan. Bunisini yili yaxshi, sal yaxshiroq ekan. Ko'ringlar mana. Mana shu oldi Kirilovning o'zida kraskasi bor ekan, qolgan joylari radnoy deyishyapti. Orqa oldida udari yo'q ekan. Darrov jo'natib qo'yinglar, Cobalt olaman yo Gentra olaman deb yurganlarga mana balonlari ham zo'r holatda ekan. Ko'rishinglar mumkin. Holatni ideal deyishyapti. Elektronika, mana bu yerda bakavoyni qayirib qanaqa qiladiganlari bor ekan. Mana 129 ming probeg bosib o'tgan. Bunisi mexanik ekan. Mana chexollari zo'r holatda turibdi. Mana luklarigacha bor, ko'rishinglar mumkin. Luklarigacha bor ekan. Mana evakor polilar tashlab qo'yilgan. Holati yaxshi, zo'r holatda turibdi ekan. Radnoylardan qidirib yurganlarga mana shularni tashlab qo'yaverasizlar akalar. Shuni tashlab qo'yinglar. Gentra yo Cobalt olaman deb yurganlarga. Ko'ringlar. Mana sostoyanasi o'ta tiniq bo'lib turibdi. Dokumentda muammo bo'lmaydi deyishyapti. Generalniy davenni har xil hammasiga chiqarib beraveraman deyishyapti. Ko'ringlar, orqa holatlar mana ichki holatlarni ko'ringlar. Приятный, chiroyli holatda bo'lib turibdi. Narxini srochniyga 11 ming deyishyapti. Agar men Sarvar obzordan chiqdim desalar, 11 mingdan o'tib beradigan joylari bor ekan akamda. Aka nomeringizni aytvorasiz. Adresini qo'yaman-da, ba'zi ikkalasini. 91lik 200 50 75. Bo'ldi. Akalar, arzon narxlarda Malibular chiqarishda davom etamiz. Ko'ringlar mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana balonlar ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Sakadiskalari ham amerikanskiy sakadiskalarda. Ko'ringlar. Elektronika mana sidna hadab displaylarigacha bor, ko'ringlar. Mana 281 ming probeg bosib o'tgan. Mexanika
Lyuklarigacha bor. Ko'ringlar mana. Oq ko'rinyaptimi? Ko'ringlar. Lyuklarigacha bor ekan. Polilar tashab qo'yilgan, evakor polilar tashab qo'yilgan. Kraskasi toza deyishyapti buni ham. Ko'ringlar, orqalari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Qozonlari ham joyida, hamma yo'q joyida, motor korobkalari stuk holatda deyishyapti. Yiltiz ekan. Holati ham idealniy bo'lib turibdi. Mana shunaqa ma'lumotlarni tez-tez ko'rib turish uchun podpiskaga bosib, yurishani bosib tursalar, shunaqa zakonli arzonlardan chiqarib turamiz. Ko'ringlar. Eshik ochilib yopilishlari ham o'ta idealniy, zo'r holatda. Gentra Cobaltlardan ancha aqlli mashina. Ko'ringlar, holati ham idealniy. Yuklarigacha bor. Bu mashinani srochniga olib haydayman deganlarga 11 ming deyishyapti. 11 mingdan o'tib beraman agar sizni kanalingizdan chiqsa deyishyapti. Sarvar obzorga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa yangilik ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun. Egalarning nomerlari. Aka, nomeringizni aytib yuborasiz aka yana. Aka, o. Aka. Nomeringizni aytib yuboring yana. 91lik 91 200 50 75. 50-75. Bo'ldi. Akalar Cobalt olaman degan tanishlarga bir jo'natib qo'yinglar. Narxi arzonroqdan chiqib qoldi. Mana avtomat korobka ekan. Ko'ringlar. 190 ming kilometr bosib o'tgan, chexollari zo'r holatda, mana evakor polilari bor. Holatini ko'rishingiz mumkin. Elektronika, chekkalari ham multimonitor, multi displeylar, hamma yo'qlari bor ekan. Aslida apograflarigacha bor ekan, ko'ringlar. Aslida rejimlari ko'p ekan. Kraskalari toza deyishyapti, orqa oldi butun deyishyapti. Qozonlari ham joyida turibdi ekan. Orqalarini ko'ringlar, приятный, chotki holatda bo'lib turibdi. Zo'r holatda ekan, orqalari ham zo'r holatda mana. Balonlari ham ko'rishingiz mumkin, 60%, 50% bor ekan. Yaxshi holatda bo'lib turibdi. Ko'ringlar. Orqalari ham zakonli amerikanskiy mashina. Mashrab ber degan jigarlarga jo'natib qo'yinglar. Mashrab sherlar so'ragan edi buni. Mashrab sher degan bolasi so'ragan edi. O'rta mana buni chiqaring deyishgan edi. Mana bu chiqarmayapsiz anchadan beri deyishgan ekan. Mana bundan birinchi boshladik, xudo xolasa. Ko'ringlar, chiroyli holatda bo'lib turibdi. Avtomat korobka. Boshqacha ichlari ham yaxshi mashina. Buni egalari srochniga 12 ming baho etishyapti. Endi undan kami bo'lsa kerak. Aka, 12 mingdan kami bor-a buni? 12 mingdan sal o'tib beradigan joyi bor-a? 12 mingdan o'tib beradigan joylari bor ekan. Nomeringizni aytib o'rasiz aka? 91lik 91lik 200 200 50 50 75. 75. Buni hozir qayerga aka, dokumentda muammo bo'lmaydi? Dokumenti muammosi. Ha, genga ham chiqaveradi. Genga ham chiqaveradi. Bo'ldi. Sirazi bo'ladi aka. Ha, sirazi dokument bitirib beraveradi. Ha, bexijolat. Bo'ldi.